Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, juda ko'pchilik ota-onalarda bolalaridagi allergik toshmalar, burun bitishlari yoki toshmalar hisobida bola tanasini qichishlari bezovta qilib cho'chitib keladi. Buni davolash va o'sha toshmalarni kamaytirish uchun ishlatayotgan dorilar haqida aytib bermoqchiman. Demak, agar sizda chaqalog'ingiz 1 oylik bo'lsa, unda fenistil allergiyaga qarshi ishlatsangiz bo'ladi. 6 oylikdan boshlab ishlatish mumkin. O'sha Zyrtec tomchilaridan 2 yoshdan oshgan bolachalarda Slartin degan antigistamin siroplardan ishlatishingiz mumkin. 6 yoshdan oshgan bolalarda esa antigistamin tabletkalar tavsiya qilinadi. Bu lekin oltin qoidasi bolaning holati va allergiyani miqdoriga qarab dozalash farq qilishi mumkin. Shuning uchun mutaxassisga olib borib tekshirtirib davolash juda foydali. Sababi antigistamin dorilar demak o'sha berishda uni sababini aniqlab davolash juda muhim ahamiyatga ega. Rahmat hammaga.